Zulfiya 1932-yil Hayot varaqlari nomli birinchi she'rlar to'plamini e'lon qildi. Zulfiyani bahor keldi seni so'roqlab, mushoira, o'g'lim sira bo'lmaydi urush, men chizolmagan surat kabi she'rlari jahonga tanitdi. Bir 1958-yildan boshlab shoiraning she'rlari 10 dan ortiq xorijiy tillarga tarjima qilingan. Zulfiya 1953-yildan 1980-yilgacha salkam 30 yil mobaynida Saodat jurnalida bosh muharrir lavozimida ishlagan. Zulfiya Hamid Olimjon vafotidan so'ng uning Semurg' yoki Parizod va Bunyod dostoni asosida Semurg' pyesasini hamda Zaynab va Omon opera librettasini yozgan. Mustaqillik yillarida Zulfiya Xotiram siniqlari nomli doston hamda istiqlolni ulug'lab turkum she'rlar yaratgan. ...2015-yili Zulfiyaning 100 yillikka bag'ishlab Saylanma, Zulfiya zamondoshlari xotirasida nomli kitoblar nashr etilgan. Zulfiya 1956-yili Dehlida o'tkazilgan konferensiyada Hindiston bosh vaziri Javoharlal Nehru hamda mashhur hind shoirlari bilan tanishgan. U 1977-yili Hindiston mustaqilligining 30 yilligida 45 dan ortiq hind shoirlarining she'rlarini o'zbek tilida chop etilishida tashabbus ko'rsatgan. Zulfiya Hindistonning Javoharlal Nehru Afrika yozuvchilar assotsiatsiyasining Nilufar nomidagi xalqaro mukofotlari, Bolgariyaning Kiril va Mefodiy ordeni bilan taqdirlangan.